Assalomu alaykum. 8-sinf adabiyot darsligidagi mavzularni sizlarga audio variantini havola o'quvchi va abituriyentlar uchun mehnatimizni qadrlagan holda videolarimiz ko'pchilikka tarqalishi uchun obuna va like bosishingizni so'rab qolamiz. Gafur Gulom 1903-1966. Dars davomida Gafur Gulom she'rlarini mutolaa qilamiz. Ijodkor lirikasiga xos xususiyatlarni tahlil qilamiz. O'zbek adabiyotining mashhur namoyandalaridan biri Gafur Gulom 1903 yili Toshkent shahrining Qorgontegi mahallasida tug'ilgan. Avval eski maktabda, keyin Rustuzem maktabida tahsil olgan. Keyinchalik muallimlar tayyorlash kursini tamomlab, yangi usuldagi ta'lim maskanida o'qituvchilik qilgan. Gafur Gulom ota-onasidan erta ayrilib, og'ir hayot sinovlarini boshidan kechirgan. Lekin hayotning bunday qiyinchiliklari shoir maqsadlariga to'sqinlik qilolmagan. U yoshligidan bilim olishga, badiiy adabiyotga qiziqdi. Ijodkor bo'lishida oilaviy muhitning ta'siri katta bo'lganini shoir quyidagicha xotirlaydi. Otam adabiyot bilan juda qiziqar edi. Uyimizga o'zbek shoirlari kelib yurganini eses bilaman. U kishi Muqimiy, Furqat, Muhiy va boshqalarning biznikiga ko'p kelganini aytadilar. Otam Mirzo va Gulom taxalluslari bilan talay she'rlar yozgan. Gafur Gulomning ilk she'riy to'plami Dinamo va Tirik qo'shiqlar nomi bilan 1931-1932 yillarda chop etilgan. Uning Kokan, Toy, Ikki vasiqa, Netay, Yodgor, Tirilgan murda kabi doston, ballada, hikoya va qissalari nashr etilgan. Shum bo'lay qissasi ijodkorni jahon miqyosida ham mashhur qilgan. U tarjimon sifatida William Shekspirning Otello, Qirol Lir dramalarini o'zbek tiliga o'girgan. Gafur Gulom ko'plab davlat mukofotlariga sazovor bo'lgan. U 1966 yili Toshkent shahrida vafot etgan.